Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun sizlarga akkumulyatorda ichki qarshiligini yangi akkumulyatordan terayotganini isboti bilan ko'rsatib bermoqchiman. Eski yoki bo'lmasa yangi bo'lishi mumkin, lekin test manualida ko'rsatilgan xarakteristikani bermasligi mumkin. O'shanday akkumulyatorga aldanib qolmasliklari uchun spesial megometr. Mana bu бэушный batareyka, рабочий. Ko'rinayotgan bo'lsa agar mana ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi tegmayapti. $52 milyon ichki qarshilik, 38 volt, 52 milyon hisob qilingizlar buni. Endi mana bu yerda ko'rsatilgan Demich firmasiga tegishli ichki qarshiligi, hop, bu yerda keltirilgan test manualida 14 milliondan 19 milliongacha ko'rsatish kerak. O'sha oralig'ida mana 100 ta korobkada, pachkada 100 ta bo'ladi. Mana 359 volt 18,2 million ichki qarshiligi. Bu yangi akkumulyator. Xuddi mana shunaqa aytilgan, keltirilgan xarakteristikada bo'ladi.